Rasmga olishni mashq qilayotgan ovqatlarimni doim rasmga olishga harakat qilardim, chunki esimda qolardim. Qaysi mahsulot ishlatib qildim shu retseptni degan maqsadda rasmga olardim. Keyin Fatima Zuhram aytishdiki, mana shu sotsiyetlar juda ham rivojlangan. Keling biz sizga blog ochib beramiz, o'sha yerga hamma retseptlaringizni joylaysiz degan maqsadda keyinchalik biz ishlatamiz shu retseptlaringizni degan maqsadda ochilgan blog. И как раз o'sha payt mana shu karantin paytiga to'g'ri kelib qoldi. Karantin paytida hamma yoq yopildi, hamma uyda o'tirishni boshladi. И как раз men o'sha paytda Sampida dars berardim-ku. И bitta studentlarimga aytganman, mana shunaqa blog ochganman. Retseptlar kerak bo'lsa foydalaninglar deb. Sampini qizlari podpiska qilishni boshlashdi. И mana shu 20-yilda bir 3-4 oy ichida 10 mingta podpisчик podpisatsiya qildi. O'zi hech qanaqa bir qanaqadir yurg'izishlar bo'lmagan u paytida o'zini xohishi bilan ko'rib podpiska qilishdi. Keyin menda ham motivatsiya uyg'ondi. Qarasam juda ko'p yaxshi odzivlar eshityapman. Juda ko'p savob qilyapsiz degan xatlar kelishni boshladi. Meni shu juda ham ilhomlantirdi.